ahli sunna val jamoa degan nima degani? Sunnatda biz jamlanamiz. O'zimcha o'tirib olib bir sunnat qila olmayman ekan. Billa qilaman. Shuning uchun bir savol kelardi. Bir sunnati bor ekanki, uni bir kishi qiladi. Nima u desa, hali Hajarul Aswadda o'pishlik deb aytib qo'yishar ekan. Qolgan sunnatni iloji boricha billa qilamiz. Ahli sunna val jamoa degani sunnatda jamlanamiz. Qachonki sunnatdan uzoqlashdikmi, balo keladi. Mana Alloh taolo hadis qudusiyda falon qishloqni vayron qil deydi ekan Jabroil alayhisalomga. Ey Robbim, ichida falonchi solih odam bor desa, shundan boshla deydi ekan. Nimaga desa, solih boshqa, muslih boshqa. Solih degan yaxshi odam degan. Masalan, mahallada hamma sizga salom berib, "Hoji aka yaxshimisiz?" deyishi mumkin. Da'vat qilishni boshlang yomon ko'radi. Ey birodar, sigaretingizni tashlang, ey birodar, qizingiz ochiq sochiq yuribdi deb aytingda, ishing bo'lmasin deb hamma yomon ko'radi. Vaholanki bu bizning sunnatimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aynan shuni qilgan edi. Bozorlarga chiqib da'vat qiladi kerak bo'lsa. Lekin bizda, "Qo'y bolam, tinch bo'l" dedi, oxiri tinchib ketyapti.